Alo, aya, pul kerak. Senga pul kerakmi? O'zing ishlab top, tushundingmi? Assalomu alaykum, nima buyurasiz? Nimalar bu? Hozir. Xo'sh, qanaqa ovqatlar bor ekan? Osh. Hozir. Varaqqa yozib keldim. Bu yoqda faqat osh yozilgan-ku. O'zi osh markazi ekanda bu. Bo'pti, to'y oshi bormi? Hozir. To'xta. Bor xo'jayiningni chaqir. Yo'q bo'ldim aka. Zo'r yuribsan. Bu meni mashinam emas, narigisi meniki. Shunda pulim bermaysizmi? Shu orqadagi materiallarni tomga olib chiqish kerak ekan. Haydavermaslaringizdan o'zim keta qolay. Oldin ukol qilganmisiz? Doktor, ukol qanchada ta'sir qiladi? Ta'sir qilyapti. Alo, aya? Men roza tutmoqchiman. Ro'zani 10-kunimi? Ha, bo'lmaydimi? Bo'ladi, tutaver. Xo'p. Ana roza tutganlar uchun suv yo'qmi? Tushundim. Alo, aya, vaqt o'tmayapti-ku. Biror kimga yordam ber, savob ish qil. Hayvonlarga ham yordam bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Alo, aya. Men baliqlarga yordam berdim. Nima qilib yordam berding? Magazinda hamma baliqlarni olib bitta amakiga berdim. U amaki hamma baliqlarni uyiga qaytarar ekan, daryoga. Aka, bu qancha? 300 ming. Ana roza tutganlarga skidka qilib bermaysizmi? Mayli, qilib beramiz. Qancha skidka qilib beraylik? 28 ming pulim bor edi. Uyalmaysizlarmi ro'zoyi shunaqa ish qilishga? Aql o'rgatyapsan? Sen qonunning aql o'rgatmagan. Senga o'xshagan ba'zi bir insonlar uyalishi kerak. Ertalab saharxo'rlik qilib, shu bilan iftorgacha uxlaydigan. Shu roza tutishmi? Kim aytdi? Ayam aytdimi? Nimani? Abidgacha uxlaganimda. Bolalar bugun kechga klubga boramiz qizlar bilan. Sen borasanmi? Sanchi? Aya, klubga borsam maylimi? So'roq qo'y. Aya, qaysi biridan olay? Qizildan olur. Aya, nima ovqat yey? Suyuq ovqat ye, bo'lmasa oshqozoning og'riydi. Suyuq ovqat bering. Mastavami, sho'rvami? Aya? Kecha karilayotganding urishasanmi endi? Alo, aya? Urushasanmi deyapti, urushaveringmi? Urushma, usting kir bo'ladi. Yalang'och urushasanmi? Menga uylanasizmi, yoki bunga uylanasizmi? Xo'sh. Aya, qaysiga uylanaman? Sevinchga uylanasan. Sevinch, senga uylanar ekanman. Mana uylanding, endi onangdan ruxsat so'ramassan, ha? Endi ruxsat so'ramayman. Endi kechki saunga boramiz, ha? Yana onangdan ruxsat so'rayapsanmi? Yo'q, xotinimdan ruxsat so'rayapman. Iltimos, boray. Nazira yuragim. Dada, sigara cheksam nima bo'ladi? Og'zing yirtiladi. Og'riydi-ku. Dada. Qizlar bilan gaplashib, bir tem pulim bo'lmasa ham hamma narsa olib beraman deb aldasam nima bo'laman? Cho'qintoy bo'lasan. Voy cho'qintoy. Cho'ntagingizdan pul olsam nima bo'ladi? Qo'ling kesiladi. Ay, og'riydi-ku. Ming pulingiz. Yaxshisiz? Charchamaysiz. Pivo ichsam nima bo'ladi? Ko'taning chiqadi. Ay, og'riydi-ku. Dada. Moshinda urib olsam nima bo'ladi? Moshinda urib oldingmi? Pivo ichsang nima bo'lardi? Ay, og'riydi-ku. Alo, aya, men pravo olganimda aytdimmi? Ha,
50 marta aytding. Ha. Ha, so'ra qo'y. Prava oldingmi? Ha? Qayoqdan bildingiz? Peshonaga yozib qo'yibdi-yu, pravasi bor deb. Kuyyaptimi? Nima kuyyaptimi? Ovqat kuyyaptimi deyman. Voy. Ovqat qo'yib chiqdim. Alo, aya. Ha, Prava olganim dadamga aytdimmi? dadangni pochkasini sotib pravaga pul berdik shekilli. Demak aytibman. Imtihondan necha marta yiqildingiz? 23 marta. Oho, shu yerda yashayotgan ekansiz-da. Sani pravang bor. Nega piyoda yuribsan? Meni pravam bor, lekin mashinam yo'q. Aka, prava o'ynaysizmi? Pravang bormi? Ko'rmisiz? Pravang qanchaga tushgan? 5 millionga. 5 millionga prava. 150 millionga mashina. Kamiga shtraflar. Oho! Uka shuncha rasot qilgandan ko'ra 3 million so'mga bitta shofyor olsang bo'lmaydimi? Bila, shuni o'ylab ko'rmayapman-ku. Xullas, men bozorchilikka qarab shu yerda o'tirasan xabarlanadi. Tushundingmi? Men borib go'sht olib kelaman. Yana qo'rqaman-ku. Qo'rqma, shart qarab tur, hozir kelaman. Tushundingmi? Dadam nega kelmayapti? Nahot meni tashlab ketdi? Nega tashlab ketdi? Qurbaqaga nos chektirganim uchunmi? Yo'q. Dadamni o'g'irlab ketgan. Men qutqarishim kerak. Aka, dadam ko'rmadingizmi? Dadangning ko'rinishi qanaqa o'zi? Aka, dadam ko'rmadi. Aka, dadam ko'rmadingizmi? Dadang kimga o'xshaydi? Ana shu odamga o'xshaydi. Dadam. Ha, boshqa taraflarni ko'raylik. Dadam. Narsalar qani? Turibdi. Qani narsalar? Yo'q-ku. Tez oldimga keldi bunaqa. Ay, og'riydi-ku. Alo, aya, jo'ralar bilan cho'milsam bo'ladimi? O'zi o'tgan safar bir o'limdan qolding. Yo'q, bular akkuratni cho'milar ekan. Xo'p, mayli. Ehtiyot bo'lib cho'mil. Xo'p. Bo'ldi. Yur cho'milamiz. Men suzishni bilmayman-ku. Menda bitta zo'r reja bor. Ayang telefon qilyapti. Alo, aya. Cho'kib ketmadingmi? Xohlasam ham cho'kib ketmasam kerak-ku. Ketib cho'milamiz. Sen nima kiyiming bilan cho'milyapsan? Ayam aytdi, kiyimingni ichma dedi, shamollarkanman. Bola nima o'ynaymiz? Rostdan hadi o'ynaylik. Bosh o'ynaylik. Davay ketdik. Tosh topar o'ynaymiz. Men otaman, sizlar topasizlar. Ay, boshim. Boshqa o'yin o'ynaymiz. Alo, aya, bu yoqda ilonlar bor ekan. Voy o'lay, qayerda? Ha, u yoqda bolalar nos chaktiryapti. Voy, qayerni nosi? Toshkentda nosi. Ha, hech narsa qilmaydi. Samarqandning nosi. Ha, Samarqandniki ekan. Ha, o'ldi u ilon. Urgutni kim edi? Bu melik kimga? Qo'shnining o'g'liga. Ha, senga bo'ladi-da. Jonim dadam, qalbim to'shay poyanga. Bor, o'shalarga bor sevsa seni. Yorvording. Faqat bitta shartim bor. Oldin karakarani yodlaysan, keyin velikni haydaysan. Ungacha velik yo'q. Boya aytgan she'rim unuting. 2 kere 6 75, 2 kere 7 72, 2 kere 8 23, 2 kere 9 30. Men to'poy deb o'ylayapsan. Dadam karakarani bilmaydi deb o'ylaysan. Ana uni qara. 2 kere 9 18 ekan-ku, nimaga aldayapsan?
Dada, shunday vilgaydagim kelyapti. 3 kara 9. Umuman haydam kelmay qoldi. Dada, Ha, kara yodladim. 3 kara 3. 9, 4 kara 4. 16, 6 kara 6. 36. Ol? O, malades. Bor hayda. O'zim o'g'limda. Qo'rquvni yengadigan dori berib yuboring. Nima qilasan uni? Anu, dadamga kara aytganimda qo'rqib ayta olmayapman-da. O'zi bilaman. Ma, faqat bitta ich. Ko'p ichmagan, tushundingmi? Hammasini ichsam zo'r aytaman kara-karani. Siz odam emassiz. Men sizdan qo'rqmayman. Siz o'z farzandini kara orqali qiynayotgan bir razil odamsiz. Tushunyapsizmi? Men buni hammani oldida ayta olaman. Hammani oldida baralla ayta olaman. Xudbin insonsiz. The Bluetooth device is connected. O, ana turgan butilkani olib keldi bu yoqqa. Ay, og'riydi-ku. Dada, chaqirgan ekansiz. Kamonga qani? Texnologiya. Ha, mayli. Hozir do'konga borasan, 95 qora choy olasan, tushundingmi? Qaytarchi? 95 qora choy. Bo'ldi, ma'qul. Tur. Qora choy, choy, moy. Kirsaman sol, naskin, esimdan chiqib ketdi-ku. Dadam amlet qiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, kimmi? O'g'lingizni do'konga chiqarganmidingiz? Ha, chiqarganim, tinchlikmi? Shu nimaga chiqargandingiz? Sizga nima? Kimsiz o'zi? Aytmayapti nimaga chiqarganini. Sen nimaga jo'natgandim? Shuni sizdan so'ragan keldim. Choyga jo'natgandim-ku. Xo'p. Choy berib yuboring. Qanaqa choy? Qora choy. Oddiy qora choy, tushundingmi? Ye, onang. Ko'k choy berar ekansiz, ko'k choy bering. Xo'p, qanaqasidan? 95, 100, 101. Mana bu 95 ko'k choy. Mana bu 110 ko'k choy. Mana bu 92 ko'k choy. Mana aka o'zingiz tanlab oling. O'g'lingiz bor urib xit qilib-yu. Qora choy aytmovdimmi mabodo? Uf, charchab ketdim. Ha, ya. Ish gaplashdim. Ertadan ishlaysan. Maktabga formangni o'zing qilasan, tushundingmi? Xo'p. Mo'rsan qo'y, nech pul o'zi? 20 ming. 20 ming? Nima buncha qimmat? Kiyimni narxi oshibdi. Kiyim bilan mo'rsi nima aloqasi bor? Sizga aloqasi yo'q, menga aloqasi bor. Olasizmi yo'qmi? Malades, sendek yoshlarim kamayib ekan. Endi ishlab uyingga pul olib borasan-da. Yo'q, kiyim olaman. Kiyim ham yaxshi. Endi ishlab ota-onangga kiyim olib bersang yaxshi. O'zimga kiyim olmoqchiman. Mo'rsan qo'ychi. Xo'jayin, men ishdan ketmoqchiman. Ye, nimaga ketyapsan? Tufliga 200 ming pul yig'ib oldim. Hozir. Alo, ha, ya. Yaxshi ishlayapsanmi? Yo'q, ishdan bo'shayapman. Nega? Tufliga 200 ming yig'ib oldim. Tufli 300 ming-ku. Yana 3 kun ishlarkanman. Shoda, ketdik maktabga. Ketdik. O'zing g'alati his qilmayapsanmi? Yur.
Dada, men ketdim. Qayoqqa ketyapsan? Anvar bilan to'p o'ynayman. Ana to'lqa alkashni o'g'lini aytyapsanmi? Uni dadasi alkash emas, suvarchik. Va unga qo'shilma, uni otasi alkash. Meni jo'ram bo'lgan yoshida, tushunyapsanmi? O'g'li ham alkash bo'ladi. Undan ko'ra Alini o'g'li Valiga qo'shil. Men dadam boy, kuchli, mashinash hammasi bizniki. Men dadam baquvvat har kuni ertalab tosh ko'taradi, chopardi. Bir ursachi, kuchga deb o'lib qoladi. Kim bu arriq odam? Tanimayman. Nima bu yoz mashinnikni o'g'liga qo'shilding, buni otasi yolg'onchi, o'g'li yolg'onchi. Shunga qo'shilib yolg'onchi bo'libsan san ham. Undan ko'ra Alini o'g'li Valiga qo'shilgan yaxshi bola, Quz, qayt qibrdan. Sana Akmal befarazatni o'g'liga qo'shilyapsanmi? U ham otasi shunaqa, biz bilan bitta davrada o'tira olmasdi. Farasatsiz. Undan ko'ra Alini o'g'li Valiga qo'shilgan, otasi mujik odam. Pul qidiryapsan? Tepada. Sen cho'ntagingda pul o'g'irlashni o'rganibsanmi? Sen otash o'g'rini o'g'liga qo'shilib, o'g'irlikni o'rganding, tushundingmi? Sen ana Alini o'g'li Valiga qo'shilgan, tushundingmi? Bugundan qo'shilasan. Qo'shilsam, qo'shilolaman. Vali, dadam aytdi, sen bilan o'ynar ekanman. Sen dadang erkak odam ekan. Voy, zo'r-ku, endi birga o'ynaymiz. Salom, papasham. Senga Alini o'g'li Valiga qo'shildi deganim, qizlarga qo'shilib yuribsanmi? Yo'q, siz aytgandek Alakani o'g'li Valiga qo'shildim. Alo, Ali, sen o'g'illi bo'lganmisan yo qizli bo'lganmisan? O'g'illi bo'lganman, prosta qiz farzand kutgandim-da. Ay, yuragim. Ay, qattiq og'riydi-ku. Dada, kim bu? Bu eng yaqin do'stimning o'g'li, jiyanim. Bugundan boshlab bizda uyda turadi. O'qishga tayyorgarlik ko'radi. Dada, bu nima jinniga o'xshab issiqda chopon kiyib olgan? Bu aqlli yigit, mo'min qobil bola. Sigaret zararligini kitoblaringizda o'qimaganmisiz? Yo'q, o'sha varaqni yirtib tashlaganman. Kitob o'qiyapsizlarmi? Dada, Sendan go'zal yo'qdir, husni kamolda, sokin bulutlarga oshno bulbul. Bilmem. Alo, jonim. Toshkentdami? Qachon ko'rishamiz sen bilan? Dada. Alo, jonim. Ey yuzing kulib ergiga oshiq yo'q hayron sabah telbalar. Tavba. Bo'ldingmi? Yur kompyuterga boramiz. Yo, dadam amlet qiladi. Hech narsa qilmaydi, yur ketdik. Yur bobo. O'qimishli bolani yo'ldan urib kompyuterxonaga olib keldingmi? Yo'q, dadam emas, u. Salom. Kiyiming kissangda yuradimi seni? Qaraja, senga hozir bitta bot aytaman, o'qishga kirganingdan keyin juda kerak bo'ladi. Qulay ijara bot. Botga kirib start belgisini bosamiz hamda ijara qidiryapman tugmasini bosib o'zingizga kerak bo'lgan lokatsiyada 500 kilometrda xuddi shunday sharoitga ega bo'lgan uy egasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lansa bo'ladi. Bu botni hozirdan Telegramingga saqlab qo'y. Juda kerak bo'ladi, zo'r botda. Dada, bu botni hech kimga bermayman, zo'r bot degandingiz-ku. Ukajon, unaqa chiqaroqlik qilmangiz. Unaqa gapirmang, umuman yarashmayapti sizga. Jinni? Voy jinni. Jinni emas, jinni voy. Men diskotekaga ketyapman. Dadang so'rasa, kutubxonaga ketdi degan. Xo'p, kech kelaman. Aytmay chiqib, tushundingmi? Ay, og'riydi-ku. Alo, aya, men ishni boshlayapman, duo qiling. Xo'p, bolam, yaxshi ishla. Yo'llarda ehtiyot bo'l. Ko'p dastavkalar bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dastavka qani? Qolib ketibdi. Ha, shuni bilar ekansan, orqaga qaytib olib kelsang bo'lmaydimi? Birinchi sizga aytay dedim-da. Endi shuncha yo'lga borib qaytib olib kelasanmi? Borasizmi men bilan?
Ya aka, assalomu. Hali ko'cham boshiga tashlab qo'ying aka. Litsenziyam yo'q. 10 ming beraman. Odam tasha olmayman, litsenziyam yo'q. 50 ming beraman aka. Alo, dastavkangizni olib keluvdim. Bo'ldi, olib chiqib bering, eng oxirgi qavat. Assalomu alaykum. Voy, terlab ketdi. Suv liftda chiqdingizmi? Yo'q, Ha, zinada chiqdingizmi? yo'q. Voy, unda nimada chiqdingiz? Skuterimda chiqdim. Alo, ho, aya. Shoshilmasdan, bir palakat qilmasdan sekin-sekin hayda. O'zi skuter birovniki, tushundingmi? Xo'p. Kaskaga hech narsa qilmadi-ku. Dada, mashina haydagim kelyapti. Mashinangizni hayday. Mayli, bor hayda. Rahmat. Sizni mashinangiz yo'q-ku. Nima so'rayapsan bo'lmasa? Mashinangizni yaltirlatib yuvib bersam haydatasizmi? Ha, haydataman. Suv olib kelib bering. O'zim olib kelaman. Yo'q bo'ldim, endi haydatasizmi? Haydatardim. Qara, benzin tugab qoldi. Soat necha bo'ldi? Soat 12. Soat 12 da sizni birov so'kkanmi? Yo'q. Jimot. Izlarimni poylab yurgan tog'am bor. Tog'am, meni yaxshi ko'rasizmi? Ha, jiyan judayam. Judayam yaxshi ko'rasizmi? Ha, judayam yaxshi ko'raman. O'zi mashinangiz bitta hayday. O'ylab qarasam unchalik yaxshi ko'rmas ekanman. Hazilkash. Jo'ranangiz bilan hazillashasiz. Ha, Jinnoy, xafamisan mendan. Mashinnik. Mashinangga o'tirsam kurra bo'lib ketay. Yur, mashinamni haydataman. Voy qiyomatli akam. Oho, mashinada yashaysizmi? Ha, viloyatga qatnayman-ku. Ishingizni shunda yo'qsizmi? Endi bundan ishlatmaysiz. Biometrik shotkalarni hech kim aytmaganmi deyman sizga? Biometrik shotkalarning tolalari milklarni shikastlamaydi. Undan tashqari juda ko'p vaqtgacha xizmat qiladi. Endi har oy shotka almashtirishga hojat yo'q. Biometrikdan ishlating. Haydash bilasanmi o'zi? Qarang. Ey, qarang. O'g'lingiz mashina haydating dedi, haydatib urib oldi mashinani. To'g'rilab berasizmi endi? Men senga mashinangni ber dedimmi? Mashinani ber dedimmi dedi. Yosh bolaga ishonib mashina beradimi? Yosh bolaga ham ishonib mashina beradimi? Hozir ketsin-da, mashinangni yirtaman. O'zim qolaman. Ketdim men. Ketmang. Ketasizmi? Mayli. Bu yoqqa keda tormiz. Ha, o'sha tormiz topolmay qoldim. Boya. Alo, aya, sizni tabriklayman. So'xrob jo'ram kredit oldi. Siz unga kafil bo'ldingiz. Men hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q. Ertalab ukam kundaligiga qo'l qo'yib berdingiz-ku. Xo'sh. O'sha kundalik emas edi. Jo'ra, kredit to'lashga qiynalmayapsanmi? Yo'q. Biz qiynalyapmiz. Ayamni topgan oilaga seni krediting to'lashga ketyapti. Qachon to'laysan? To'layman, vahima qilmagin, oyligim tushmayapti-da. 6 oy tushmadim. Nima xohlaysan? Kredit to'lash kerak. Uf, to'layman. Qachon? Qachon to'laysan? Krediting qachon to'laysan? Krediting qachon to'laysan? To'layman dedim-ku, Elyor jo'ramiz Rossiyadan pul tashlayapti. Bankdan sirazi olib kreditni yopib boraman. Oyoq kiyimimni ber. Rossiyadan pul tashasa bankka borishing shart emas. Milliy pay ilovasi bor-ku. Rossiyadan turib to'g'ridan-to'g'ri krediting yopsa bo'ladi. Undan tashqari Uzcard, Humo, dollar bo'lsa Visa kartalariga pul tashlasang bo'ladi. Yangi funksiyalari qo'shilgan kommunallaringdan to'lasang bo'ladi. Eng asosiysi ishonchli 880 ming obunachisi bor. Qo'llab-quvvatlash xizmati 24/7 ishlaydi. Mabodo problema bo'lib qolsa. Serios, hozir bor Elyorga aytaman. Nima vaqtlar aytmading? Qayerga ketdi?
sendan pul olgani ketdi. Sen Rossiyada ekansan-ku. Qachon to'laysan? Jonimga tep ketdi. Hech o'zi shu bo'lmagan olib tur. Beraman shu pulingni. Assalomu alaykum. Bankdan keldik. Kreditingizni to'lashingiz kerak. Mana kredit, boshqa qaytib kredit olmayman. Sen kuchuk ko'zimga ko'rinmagin. Bu yoqqa kel. Dadam ko'rmasa. Uyda nima sasiyapti? Oyog'i sasiyapti. Mani oyog'im sasimasdi-ku. Aka, siz eng yaqin qo'shnimisiz-ku. Sizga bitta gap aytsam, dadamga aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman, aytur. Bu basharangizni aytib qo'yadiganga o'xshayapti. Aytmayman. Ayt. Men kechqurun siyib qo'yapman. Hech narsa emas-ku, yo'li bor buni. Qassobxonaga borasan, bitta yaxshi qo'chqorda boya. Nima yeyapsan? Qo'chqordim, moya. Uyda nimadir sasiyapti-da. Ha, yaxshiman, o'zing nima? Suyib qo'yapti ekan. Har kuni kechasi shamollab ketganman. Bo'pti, mayli. O'rtog'ing Shahzod bor-ku, har kuni suyib qo'yayotgan ekan. Men sharmanda. Bu yoqqa kel. Bormayman, aldiysan sen. Men bormayman. Bormagandim-ku. Dadam bizni o'ldiradi. Dastlaqi. Nima sasiyapti desam san ekansan-da. Bu yoqqa kelda siyg'oq. Ay, og'riydi-ku. Dars, har kuni dars. Mehmon yaxshi. Mehmon keldimi? Uydagilar hamma yaxshimi, charchamasdan? Ha, keluvdik biz ham. Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Tog'a, assalomu alaykum. Jiyan, qalaysan? Yaxshi. Men ketdim ko'chaga. Qayoqqa? O'ynayman. O'ynasam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mayli. Rahmat. Jinnivoy, dadang qanday ruxsat berdi ko'chaga o'ynagani? Bizni uyimizga mehmon kelgan. Men xohlagancha o'ynashim mumkin, xohlagan ishimni qilishim mumkin. Putti. Na, putti. Ha, qaynonanglar yaxshimi? Rahmat, o'z joyidami ishlaringiz? Rahmat. Yaxshi yuribsiz. Ha, o'zi yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Yo'q, qayni to'g'rilayapman. Tog'a. Jiyan. Dadam. Ha, Ana, yaqinda olib kelgan chokatellarimiz qayerga qo'yuvdik? Eslolmayapman. Chokatella qolmagan. Yo'q, kechagina olib kelgan yangi chokatellar bor-ku. Ha, kechagi chokatellami? Tosh ustida turibdi. Qayerda? Tokchani ustida turibdi. Rahmat, dadajonim. Tog'a, Jiyan. siz uyingizda biror nima sinsa nima qilasiz? Kelgan balo qazo shunga ursin deyman, jiyan. Zo'r ish qilar ekansiz. Kelgan balo qazo shunga ursin. Mayli, pochcha. O'tinglar bizaniki ham kutaman. Xo'p, pochcha, rahmat. So'nggi so'zimni aytsam bo'ladimi? Xo'sh. Ay, og'riydi-ku. Assalomu alaykum. Jiya, yaxshimisiz? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsan, tuzimsan? Agar uyga mehmon kelgan ekan, men o'ynagani ketdim. Nima bo'pti, doktor? Oho, sahringiz oshib ketdi-ku. Elyor bo'lmagan, shundaymi? Assalomu alaykum akalar. Gripp bo'lib qoldim. Ayam uyda yo'q edi. Nima qilsam tezroq tuzalam, ha? Buni yo'li oson. Karichi turibni olasanda, asalga yaxshilab aralashtirib yeysan. Otday bo'lib ketasan. Turibni asalga aralashtirib ichuvdim. Ha, jigarni ham zo'riqtirib qo'yibsiz-ku.
Akalar, umuman ishtaham yo'q. Hech narsa yeyolmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Ishtahangni ochishni zo'r bitta yo'li bor. Ko'proq qalampir ye, ishtahang ochiladi. 33 ta qalampir yegandim. Bir yeyishda. Jigarlaringiz titilib ketmabdi hali ham. Anginalar shishib ketgan. Nima bo'ldi? Tomog'im vobshe qisib qoldi. Nima dori ichsam bo'ladi? Jonga tegding-da. Zahar kesadi. Marojni yeysan xullas. 19 tagina marojni yegandim. Birda 20 ta qilmabsiz-da. Juft bo'lardi. Akalar, umuman mazam bo'lmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Toza jonga tegding. Borib bitta switch ol, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Switch? Buni ishlatdingizmi? Bu mashinaning switchasi-ku. Shuni keyin bildim-da. Rahmat. Baxtli bo'ling. Yana. Rahmat kinayi. Belim og'rib ketdi. Kim yeydi o'zi bu? Bu qo'shnimiz Sherzod akani o'g'lida, yoshda sho'x, hech narsa qilmaydi. Yurmang Nasim To'bek. Qo'shni uyga ko'p o'tayotgan ekansan-a? Ha, deb o'tirma, yosh kelin-kuyov uyat bo'ladi. Sen uying bormi? Ha, uyim borda, ahmoq voy. Uyim yo'q bo'lsa, sizni qo'shningiz bo'larmidim. Bor o'sha uyingga, jinnivoy. Ket demoqchisizlarda, ha? Ha, ket. Yo'q, ketmayman. Endi qarab tur. Men san dadangga telefon qilaman, otangga telefon qilaman. Bo'ldi, kazorlik shart emas. Mana unda olib ketaman. Men senga nima degandim? Baribir telefon qilibdi-da. Terpilla. Hayotim mazmuni. Senga sovg'a olib keldim. Aytgan narsalaring olib keldim. Bugun kechga mazza qilib romantika qilib. Senga shokoladni onang nomini ham bilmasa kerak. Toy bola. Uzr qo'yilib ketibdi. Suhrob aka. Suhrob aka. Yuring, yangam chaqiryapti. Ertalabdan kelib olgansanmi? Maktab borsang bo'lmaydimi? Gripp bo'lganman. Hammaga yuqadi borsam. Nima, bizga yuqmaydimi? Kattalarga yuqmaydi. Yuring, ketdik. Qarab turdasan, Keling-da aka. Mana o'g'liz, mana siz. Nima qilsangiz qiling. Yangi uylanganman, tushuningizlar ham meni. Mening bor uzr aka. Men senga nima degandim? Remeningizni bering-da. Remen bilan urmang. Nimaga? Remen bilan ursangiz, og'riydi-ku. Shu o'g'ling zo'r bo'ladi. Katta bo'lsa, katta odam bo'lib ketadi-yo. Assalomu alaykum. Mana amrimmi? Qayerdan olding? Ko'chadan topib oldim. Uzr. Shu o'g'ling yaxshi-yu, salgina o'rvatcharoqda. Shokirni do'kondan 1 kilo tovuq go'sht olib kelma. Xo'p. Dada, mana tovuq, mana pul. Pulni nimaga qaytarib olib kelding? Do'konchiga yordam qildim, tekinga berdi. Nima hamma joying pat? Qo'shni, tovug'im sizlarnikiga o'tib ketmadimi? Yo, ko'rmadik. Ha, uni to'yi zo'rdi. Ha, Dada, maktabdan DVD yutib oldim. ish qilib o'g'irlab kelmadingmi? Maktabdan olimpiadadan yutdim. Bizning o'g'ilchani qara olimpiadada yetib kelyapti. Yaxshi-yu, lekin bugun yakshanba maktab yo'q-ku. Ha, onang. Falon viloyatning falon tumanida Qo'shni Gulmatvoni kimdir pensiyasini o'g'irlab ketibdi. Davlina qilib mazasi qochib o'tib qopti. Tezroq yuring. Ular ko'chadan topib olgandim. Men senga necha marta aytganim o'g'irlik qilmadim? Dada, boshqa qilmayman, urmang. Sen baribir o'g'irlik qilasan. Yo'q, rostdan boshqa qilmayman. Agar o'g'irlik qilib bo'lsa, qo'lingni urib sindiraman. Qara-ya. Xo'p. Qo'shni, molim yo'qolganda, sizlarni molxonalaringizdan ovoz eshitilyapti. Bilaman shu yerda olib ketay shuni. Shundan keyin boshqa qilmayman.
Dada bu yoqqa nega keldik? 60 marta aytdim, amakini uyiga mehmonga kelganmiz. Uyda aytgan gaplarim esingdami? Qishloqqa mehmonga borganingda mol tagiga bormaysan, dasturxonga yopishmaysan. Esimdan chiqib ketdi. Shuni bilib uyda yozib kelganman. Uyda qolsam bo'lar ekan. Amaki! Jiya. Amaki! Hojatxona qayerda? Mehmonlar kelib zo'r ish qilsalar, olinglar. Olaylikmi? Tushundim, 3-qo'yda. Qanaqa qo'yda? Anu huquqdan tayyorlanyapti. Amaki, bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Bu narsalar ko'rgazmaga qo'ymaganishga to'g'rimi? Yo'q, yeyish uchun qo'yilgan. Ana, ko'rgazmaga qo'yilmagan ekan. O'zi qarindoshlarning uyida mehmon. Dada, 6-qo'ydan buzib qo'ydim. Qanaqa qoida edi u? Molxonaga bormaysan, mollar oldiga yaqinlashmaysan. Xo'sh, o'zi men molxonaga bormoqchi emasdim. Molni sug'orish kerak ekan, keyin xo'p dedim. Mol keyin qochib ketdi. Orqasidan yugurdim. Mendan qo'rqib ariqqa sakradi. Siz ishni bilmaskan cho'kib o'ldi. yaxshi. Narsalarni yeb ketamiz. Dada, yana bir kun qolaylik. Hali Toshkentga ammam uyiga ham borishimiz kerak. Ertaga taksini qayerdan topamanmi? Rizoga ilovasi bor-ku, uyingizdan turib xohlagan manzilingizga olib borib qo'yadi. Ular 4 kishi olmaydi, 3 kishi oladi. Orqada ikkalamiz mazza qilib ketamiz. Narxlar oldindan kelishilgan, savdolashib o'tirmaysiz. Hamma viloyatdan Toshkentga, Toshkentdan hamma viloyatga qatnaydi ular. Boshqa xizmati ham bor. Hozir zakaz qilib qo'ysam, ertaga keladi. Zo'r ekan. Mayli, ertaga ketaveramiz. Kim nima bo'ldi? Jiyan, qo'ymoqqa beraman deb. Onangni emga kecha aytdim ketaylik deb. Og'riydi-ku.